Assalomu alaykum aziz kitobsevar kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz James Clearning Atom odatlar kitobidir. Yetakchi ekspertlardan biri James Clear Atom odatlar kitobi orqali yaxshi odatlarni kasb qilish, yomonlaridan xalos bo'lish va katta natijalarga olib boruvchi mayda odatlarni qanday egallashni o'rgatadi. Agar o'rgangan fe'l-atvoringizni o'zgartirish qiyin kechsa, muammo o'zingizda emas. Yomon odatlar ularni o'zgartirishni istamaganingizdan emas, balki noto'g'ri o'zgarishlarga amal qilayotganingiz uchun ham yo'qolmaydi. Muallif yomon odatlardan butkul xalos bo'lib, faqat yaxshi odatlar bilan qolishga yordam beradigan ushbu qo'llanmani yozishda biologiya, psixologiya va nevrologiyaning eng oxirgi kashfiyotlariga tayangan. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.